Davlatimiz rahbari yurtdoshlarimizni nafaqat ishsizlik va kambag'allikdan xalos etib, oilalarga daromad kiritish, shu bilan bir vaqtda ularni har xil kiberhujum va onlayn firibgarliklardan asrash bo'yicha ham eng zamonaviy mexanizmlarni amaliyotga joriy etmoqda. Masalan, shu yil 30 apreldagi axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori xuddi shu maqsadga qaratilgan. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan sharh shu mavzu haqida. Tezkor va masofa bilmas ma'lumot almashinuvi, cheksiz axborot manbai va onlayn ish uslubi. Qachonlardir orzu bo'lgan bu hayratlanarli kashfiyotlar bugun turmushimizning bir qismi, kundalik hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurdi. Yangi O'zbekiston g'oyasining eng ustuvor vazifalaridan biri ham aynan raqamlashtirish bo'lib, axborot texnologiyalari sohasida ilg'or mamlakatlar bilan doimiy hamkorlikni o'rnatish uchun rivojlanish borasida tengma-teng qadam tashlash talab etiladi. Aholiga yaratilayotgan qulayliklar, interaktiv davlat xizmatlari hamda onlayn savdo va to'lov tizimining tezkor rivojlanishi qanchalik quvonarli bo'lsa, bu boradagi xavfsizlikni ta'minlash masalasi ham ahamiyat jihatidan g'oyat muhim hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisining 31 millioni ayni vaqtda internetdan foydalanmoqda. So'nggi 5 yilda yurtimizda kiberjinoyatlar soni 68 barobarga ko'paygan. Joriy yilning o'zida 46 mingdan ortiq kiberjinoyat aniqlangan. Ular orqali jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan moddiy zarar 1.2 trillion so'mdan oshgan. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida joriy yilning 30 aprel kuni davlatimiz rahbarining axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror kiberjinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida yagona ishlash amaliyotini yo'lga qo'yish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasidagi samarali chora-tadbirlarning muhim huquqiy asosini belgilab berdi. Kiberjinoyatlarning 98%ni aynan bank kartalari bilan bog'liq kibero'g'irlik va kiberfiribgarliklar tashkil etmoqda. Ushbu jinoyatlarning 60% bank kartalaridan foydalanuvchi aholiga zararli havolalar va dasturlar yuborilishi orqali, 16% tasdiqlovchi SMS kodni qo'lga kiritish yo'li bilan, 11% onlayn savdo platformalaridagi firibgarliklar, 9% turli usuldagi firibgarlik sxemalari bo'lsa, 4% shaxs nomiga onlayn kredit rasmiylashtirish orqali sodir etilmoqda. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida belgilangan eng muhim yo'nalishlardan biri bu banklar tomonidan shubhali moliyaviy amaliyotlar haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tezkor xabar berish tizimini yo'lga qo'yishdir. Firibgarlik usullari ham ko'payib bormoqda. Shu sabab 2025-yil erishilgan eng muhim yutuq huquqni muhofaza qilish organlari bilan tezkor aloqa uchun maxsus kanal yaratilishi bo'ldi. Endi Uzcard va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida axborot almashinuvi ancha tezlashdi. Bu oddiy fuqaro uchun nima beradi? Bu firibgarlik to'g'risidagi kelib tushgan xabarlarga tezroq javob berish, shubhali tranzaksiyalarni operativ bloklash va eng muhimi, o'g'irlangan mablag'larni qonuniy egalariga qaytarish foizini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Yana bir murakkab jarayon bu kiberfiribgarlarning yurtdoshlarimizga mamlakatimiz hududidagi aloqa kompaniyalar raqamlari orqali qo'ng'iroq qilish holati edi. Aslida boshqa davlat hududida bo'lgan jinoiy guruhlarning +998 kodi bilan boshlanuvchi raqamlardan soxta qo'ng'iroq qilishi, ayniqsa katta yoshli, nafaqadagi nuroniylarning aldanib qolishlariga sabab bo'layotgandi. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida Telekom antifrod tizimi to'liq amaliyotga joriy etildi. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda ilg'or tajribaga ega bo'lgan mamlakatlar Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Rossiya, Singapur, Koreya, Xitoy, Vengriya, Fransiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya davlatlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Joriy yilning oktyabr oyida esa mamlakatimiz Vyetnamning Xanoy shahrida imzolangan Birlashgan Millatlar Tashkilotining kiberjinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shildi. Ushbu hujjatning xalqaro miqyosda qabul qilinishi raqamli makonning xavfsiz va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kiberjinoyatlar tahlillari ularning 95% jinoiy guruhlar jabrlanuvchilarining soddaligi va ishonchidan foydalanayotganligini ko'rsatmoqda. Kiberxurujlardan bexabarlik yoki
yoki pul mablag'larini ko'paytirib berish va past foizli kredit ko'rinishidagi yolg'on xabarlar va suhbatlar sababli foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarni firibgarlarga taqdim etmoqda yoki ijtimoiy tarmoqlardan zararli dasturlarni yuklab olmoqda. Messenjerlardagi shaxsiy sahifalarda ikki bosqichli himoyalanishni o'rnatilmasligi oqibatida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish, soxta havola orqali qurilma boshqaruvini qo'lga kiritilishini oldini oluvchi zararli APK dasturlarini avtomatik o'chirishga mo'ljallangan Telegram bot ishlab chiqildi. CyberShield bot jami ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardagi 12368 ta guruh va kanallarga tarqatilib, ularda a'zo bo'lgan 23 millionga yaqin tarmoq foydalanuvchilarini himoyalash imkoniyati yaratildi. Prezident qarorida har yili muntazam ravishda kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlari o'tkazilishi belgilangan bo'lib, joriy yilning noyabr oyida mazkur oylik doirasidagi tadbirlar butun mamlakatimiz miqyosida tashkil etildi. Respublikadagi barcha mahallalarda 32192 marotaba, ta'lim muassasalarida 26528 marotaba, 3,982,565 ta xonadon, 127847 ta korxona tashkilot, 9082 ta jamoat joyi va 35124 ta jamoat transportida offlayn tashviqot ishlari amalga oshirildi. Asosiy maqsad yurtdoshlarimizni bank plastik kartalaridan pul mablag'larini o'zlashtirishini oldin olishga qaratishdan iborat bo'ldi va bu kabi tadbirlar tizimli, izchil ravishda amalga oshirib kelinadi. Aholining kibermadaniyatini yuksaltirishga qaratilgan tadbirlar innovatsion yondashuv asosida katta auditoriyaga targ'ib qilindi. Oylik davomida har qanday imkoniyatdan unumli foydalangan holda yirik savdo majmualari, bozorlar, jamoat transporti, temir yo'l va metro bekatlari, sport musobaqalari, futbol matchlari, festival va konsert dasturlarida ko'p sonli tomoshabinlar o'rtasida ommaviy tashviqot olib borildi. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida kompleks targ'ibot tadbirlari, turli tanlovlar orqali olib borilgan offlayn hamda ommaviy axborot vositalari, veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi virtual targ'ibotlar natijasida aholining 12 milliondan ortig'i qamrab olindi. Internetning o'zbek segmentida kiberjinoyatlardan ogohlantiruvchi kontentlarning ulkan bazasi yaratildi. Ilk marotaba o'tkazilgan kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi nafaqat olib borilgan targ'ibot va tushuntirish ishlarining samarasi, balki aholi orasida yangi muammolarni o'rganish imkoniyatini berganligi bilan ham ahamiyatlidir. Uchrashuvlar, ochiq muloqotlar, munozaralar va murojaatlar bilan tizimli ishlash orqali kelgusida raqamli platformalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldindan prognoz qilish mumkin. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aholini kiber tahdidlardan barqaror himoya qilish borasidagi vazifalar ijrosini ta'minlash izchil ravishda davom ettiriladi.